Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana o'sha Riyoziyat kanali va bugungi video rolikimizda yana mana shu qishlog'imizni kuchaytiramiz va bu 8-qism, qani bo'lmasam go do'stlar. Birinchi o'rinda nima qilsak bo'ladi? Bu safar nima qilsak bo'ladi? Yana video avtomatik uziladi. Gapirayotgan joyimda ham uzilib qolishi mumkin. Birinchi o'rinda nima qilsak bo'ladi? 7-qismda mana bitta temirchilarga anaqa ishxona ochdik. Endi nima qilsak bo'ladi? Endi kutubxona ochamiz, kutubxona quramiz. Bu kutubxonalar kichkina, nimadan kattaroq kutubxona quramiz-da. Qayerda bo'sh joy bor? Yo'q, bu yet bo'lmaydi. Bo'pti, uni tashqariga qurib turamiz. Keyin o'zimiz yetkazib olamiz. Qayerdan qilsak bo'larkan? Nayloj tepadan qilamiz ekan. Joy topisham bitta problemada. Bo'pti, mana shundan quraveramiz. Endi bu yerda tekizlab chiqaman. Tekizlab bo'lgandan keyin videoni yoqaman endi do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana joyimni ham tekizlab oldim. Endi mana shu joyga quraveramiz. Mana taraflari emas, bizga birinchi bo'lib mana taxta kerak bo'ladi va daraxt kerak bo'ladi. Ya'ni mana narsa nomi doska deyilsa kerak. Va endi buni o'lchamini olamiz. Mana bitta qursak 1 2 3 4 5 6 7 Mana bitta qursak 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 va 7. Kichkina bo'lib qoladimi? Mayli, bitta kichkina bo'lsa ekan bo'laveradi. 2 3 4 5 6 va 7. Endi mana shu joyni qo'ygandan keyin video. Xo'sh do'stlar, mana kutubxonamni ham taxtalarni qo'yib bo'ldim va endi mana shu derazasi qoldi. Mana shu derazani ham qilib qo'ysak, uchi-puchi bo'ladi. Men uchun oyna qo'yish eng qiyin ish, ya'ni mashinasini qo'yish. Точно mana shu mo'ljalda olish kerak-da. Yana aytganimdek takrorlab o'taman. Keyin devorlarni matga suramiz. Hozirchalik xavf yo'q bu yerda. Yo'q bormi? Короче. Xo'sh, endi bizga chiroyli legenda eshiklardan kerak. Qumushlarni eshigidan qo'yamiz. Endi ichini birgalikda bezatamiz. Bizga birinchi bo'lib kerak bo'ladi. Nima kerak bo'ladi bizga birinchi bo'lib? Bizga birinchi bo'lib bu kerak bo'ladi, bu kerak bo'ladi. Qani endi nima kerak bo'ladi? Va bo'ldi. Hozir sizlarga chotki qilib anaqa taxlashni o'rgataman. O'zi ham labirintga tushib qo'yganda yuradi ekan. Bundan, bundan.
Hozir chotki qilib bezataman. Yana qayerga qilsam bo'ladi? Qayerga qilamiz? Nima? Kam bo'lib qolamiz. Bu yerga bo'ldi. Bu yerga. O'zim labirint qilib qo'ydim-ku. Kommentariyaga yozib ketinglar, yana nima quraylik. Quraylik emas. Kitobda ko'pi yaxshi. Kitobsiz hayot deb qo'yish kerak. Hozir mana shu joyga o'ynandimda men nimaga qo'ydim men? Unda? Matkamni taxlab qo'yaylik. Mana bo'ldi. Kutubxonamiz ham tax bo'ldi. Tepani betiga kelgan odam jungliymi, labirintga tushib qoladi. Do'stlarning yo'lini topib chiqib ketishadi. Zaril ketdimi bular chiqarib qo'yishga? Matga qo'yamiz. Matga. Buni ko'pi ko'p, kami kam. Normal kerak. Xo'sh, mana ya'ni bunimizni ham qurib oldik. Yana kommentariyaga yozib ketinglar. Yana 9-qismda yana nimalar quraylik. Yoqqan video shu joyda tugaydi. Like, obuna bosib qo'yish esdan chiqmasin. Tezroq like, obuna bosinglar. Bo'lmasa hammaga xayr.